Aka menga mashina kerak edi. Bo'ldi uka, men lakasni tashlab qolaman o'sha yerga orasida. Xo'p aka, xo'p. Ish qilib bersin-da. Berar. So'rab ko'raman-da. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat o'z. Ishlaringiz bo'ladimi? Bo'ldi, mashina kerakmi yana? Aka, mashina kerak bo'lib qoldi-da bizga yana. Qanaqa mashina kerak? Bizga aka 10 ming ustida bo'lsa bo'ladi. Malibu bo'laram? Bo'laradi aka, Kecha kelib ko'ringchi. Qanchaga berasiz aka buni pulini? Shu o'tgangi narx, Narichkaga, ya'ni Nakka 13 ming, Nasiyaga bo'lsa 15. Aka, pastki narx 2 kunda-da. 2 Shab kunga beraman sizga. Bo'ldi 2 kunga bo'lsa uka Narichkaga hisoblayman. Shu 13 bera olasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi aka. Aka mashina zo'r toza ekan. Bo'ldi aka. Bo'ldi uka. Baraka. Rahmat aka. Hop. Shu oxirgi shansim. Shunda yutmasam bo'lmaydi. Shuni solishim kerak. Bola qayda yuribdikin? Kechadan beri yo'q. Yana telefon o'chigu. Hozir ko'raychi. Pulam yo'q. Nima qilyapti bu o'g'lim menga? Shuncha pulni tushib qo'ydim. Egalariga qanday qaytaraman endi? Videolarda oldida nima degan odam bo'ldi? Ey, 2 kundan beri yo'qsan o'g'lim. Nima yuryapsiz? 2 kundan beri yo'qsan. Qayda yuribsan? Ko'chada astim. Nimaga aldayapsan? Uydagi pulni olib ketibsan. Uydagi pul qani? Pulni tovarga ishlatib yubordim. Rostini ayt menga, to'g'risini ayt. Nima bo'lyapti? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ayt menga, nima bo'lyapsan? Nima ishga bormayapsan? Boryapman ishga. Shepi menga keldi. Bormayapsan ekan ishga. Boryapman. Ko'zingni och. Men hozir ishga shashilyapman. Ko'zingni och. Mayli kechib sen men gaplashaman. Eshitdingmi? Telefon ham o'chiga bu bo'ladi. Do'stiga choraychi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ketinchmisiz? Yaxshi rahmat o'zi aka. Bezovta qilmadimmi? Ha, uka, men do'stingizga mashina beruvdim-da. 2 kunda olib kelib beraman deb ketuvdi. Telefon ham o'chib bo'lyapti, yo'q-da. Bekor berishdi aka. Bir og'iz menga aytmamsiz-da. Sizni xabaringiz yo'qmidi?